Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bakri. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Tangirtag'ining ishqirisiga joylashgan Igizlikdagi Go'har deb nom olgan Sayram ko'lining nomi yiroq yaqinga mashhur. Tabiat o'z go'zalligini ayamay ata qilgan bu ko'l avtonom rayonimizdagi manzaralik sayohat rayonlarining gul toji bo'lib hisoblanadi. Bu ko'l to'g'risida kishilar orasida xilma-xil rivoyat, afsonalar saqlangan bo'lib, bular Sayram ko'lini texmu sirliq tusga kirgizgan. Undaqda Sayram ko'li qanday shakllangan? Bu ko'lning biz anglamagan yana qanday sirliq taraflar bor? Bularga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Sayram ko'li Tangirtag'ining g'arbiy shimoliga, Bo'rtala shahrining g'arbiy janubiga joylashgan, to'rt atrofini tog'lar o'rab turgan, manzarasi intayin go'zal ko'llarning biri. Har yili 5-6 oylar Sayram ko'lining eng chiroyli vaqti bo'lib, rang-barang gullar ejilib, Sayram ko'lining qiyofatiga o'zini beg'ishlaydi. Yap-yeşil o'rmon va o'tloq zumratdek ko'l suyini o'rab, kishiga tasvirlabsiz go'zallik ato qiladi. Sayram ko'li avtonom rayonimizdagi dengiz yuzidan eng egiz, ko'lami eng cho'ng bo'lgan Egiz tog'dagi sovuq suv ko'li bo'lib, uning egizlikdagi Go'har degan chiroyli nomi bor. Undaqda Sayram ko'li qanday shakllangan? Növbətdə Sayram ko'lining shakllanishi haqida qanday sirliq bayqashlar bor? Sayram ko'li egiz tog' ko'li bo'lib, ko'lning to'rt atrofini tog'lar o'rab turadi. Ko'lning shimoliy qirg'og'i biroz tik. Qolgan 3 tarafining yon to'lig'i bir qadar tagshi. Atrofdagi 26 tog' bo'ligi va fasl xarakterlik 20 necha ko'l eqini ko'lga qo'yiladi. Sayram ko'lining yuzi dengiz yuzidan 2071 metr egiz bo'lib, sharqdan g'arbga uzunligi 30 kilometr, janubdan shimolga kengligi 25 kilometr, ko'lami 453 kvadrat kilometr, o'rtacha cho'nqurligi 46,4 metr, eng cho'nqur joyi 106 metr bo'lib, suv sig'imchanligi 21 milliard kub metr keladi. Bu ko'l buningdan 70 milyon yıllar avvalgi Himalaya tağının hareketide payda bo'lgan ko'l. Geologiyada mundaq asıl bo'lgan ko'lni Graben ko'li yoki bo'lmasa Azgal ko'li deb ataydi. Yerli xalqlarning aytishicha, Sayram ko'lini ot bilan aylanib mengishga to'g'ri kelsa, 2 kun vaqt ketadi ekan. Sayram ko'li egiz tog'liqqa joylashgan mashhur Bug'di ko'lidanmi egiz bo'lib, Sayram ko'li xanzucha Santay ko'li deb ataladi. Chunki bu nom bilan atalishi talki og'zidan daxiyangacha bo'lgan oraliqdagi 5 qadamiy o'tangning 3-chisi bo'lgan Santayga yaqin joylashganga qarab berilgan. Sayramninki atrofida qo'nsangiz, otlarning kishnigan, kishilarning to'lg'an, ya naqsh etgan, yoki bo'lmasa parang sağan, yuqori ovoz parang sağan, yoki bo'lmasa urush qilgan, jarang-jurang bir narsalar so'qilgandek mushundaq ovoz chiqib turdi deyiladi. Bu xalq ichidagi rivoyat. Chiqishidagi sabablarini surishtirgan vaqtida yana Sayramning suyining ichki harakati, Sayramning suyining do'lqinlanish, pasiyish jarayonidagi ichki harakatlarininki ovozi bo'lishi mumkin deb qaraladi. Sayram ko'lida oqqu, kulrang yovg'oz, o'rda qatorliq suv qushlari bor. Sayram ko'lining atrofi yeshil o'tloq bo'lib, chorvachilikqa toza bob keladi.
Bu yerdən qədimdən tartib hazırgacha hər millat çarvıcı xalqlar yaşab, özlərə xas otlaq mədəniyyətini yaratqan. Sayramның suyu bu köl asli tatlıq su köliga kiradi. Tuz tarkibi yuqori emas. Buni mal charu ichishga bo'ladi. Sayramның suyida beliqdan boshqa ushshaq jonliqlar bor. Sayram ko'li to'g'risida xalq ichida turli rivoyat, afsonalar tarqalgan. Buning ichidan quduq rivoyati xalqimiz orasiga kengri tarqalgan. Zamanında Sayram köle joylashgan hozirgi o'rin intayin güzel, ko'rkam, cho'plari mo'l, suyi elbak, chorvachilikqa nait bop güzel yaylaqmish. Bu yaylaqda şu bir quduq var ekan. Bu quduqdan chorva, odam hamma suv ichadigan. Aslida quduqni her kuni içip her kuni yapadi ekan. Şu kuni hammasi uxlab qolgandan keyin bu quduq itilmay, usti nima qapqiq itilmagachga sayrgan to'rg'ayninki shu mahliya qildigan ovozi bilan mushu yerda yashayotgan xalq, mal hammasi uyqu besib uxlab qoldi. Suvmi ko'tarilib teshib ketibdi. Tasha mana hozirgi Sayram ko'li paydo bo'lgan degan bu bir rivoyat bor. Sayram ko'lining yeni muhabbat ko'li debmi chiroyli nomi bor. Mushu o'rinda bir yigit bo'lib, u yigit nayti kuchlik, sog'lom, giroy, chorva nayt obdan baqadigan mushundaq xususiyatli ekan. Uningdan boshqa mushu Sayram atrofida yana bir boy chorvachi bo'lib, boy kishi bo'lib, uning bir qizi bor ekan. U qizi bara-bara haliq hikoyani, yigitning hikoyasini anglab, bir ko'rishga oshiq bo'libdi. Bara-bara bu ikkisi tanishib, muhabbatlashibdi. Amal tepib, bana tepib, buning urushib, oxirisi bu yigitni urib o'ldirib, shu Sayramninki nemisda bir kichikroq ko'l bor ekan. Shu ko'lga tashladi. Davomli shu ko'lni cho'gilab, yig'lab, shu yigitni seg'inib yig'lab yosh to'kadi ekan. Shu qizning yeshidan mana bu Sayram ko'li paydo bo'lgan degan rivoyat tarqalgan ekan. Umuman qilib aytganda rivoyat yoki sirliqlashtirilgan bayonlar bo'lsin, xalqning Sayram ko'liga bo'lgan muhabbati ifodalangan. Sayram ko'lining suyi muz davrining oxirgi mezgillari, oxirlashgandan keyin eqib bo'lanmagan sular Sayramning ko'lida saqlanib qolgan. Uningdan keyingi vaqtlarda har yil yog'adigan qor, yomg'ir mushularninki suyning erib to'rt atrofidan Sayram ko'liga quyilishi bilan Sayramning ko'li suyi to'liq qilinib turgan. Sayram ko'lining suyini yezi igligiga ishlatkili bo'lamdi. Sayramning suyining hozirgi tuzliqlik darajasidan qaraganda balkim ezgilikka foydalanish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Sayram ko'lining suv miqdori shuncha ko'p tursa, bu suvdan zodi foydalanish imkoniyati bormi yo'q degan masalalar ustida tadqiqotchilar ko'p izlandi va oxiri Sayram ko'lidan muvofiq foydalanish usullarini topib chiqdi. Sayramning suyini ezgilikka elishni hozircha to'xtatib, Sayramning suyida beliq beqishni ep beryapmiz. Sayram ko'lining sirliqligi haqida xalqimiz orasida nurg'un afsona rivoyatlar tarqalgan. Ba'zilar Sayram ko'lida g'alati maxluq bor desa, ba'zilar Sayram ko'lida duldul bor deydi. Undaqda Sayram ko'lida haqiqatanmi xalqimiz ep aytgandek g'alati maxluq bormi? Siz shu Sayram ko'lida g'alati maxluq borligini ko'rib baqdingizmi? Yo'q, o'zim ko'rmadim, cho'nglardan anglagandim. Cho'nglardan qanday anglagandiz? Biron dadalarim degandim, shu bir maxluq bor degan, biroq o'zim ko'rib baqmagan, shu cho'nglardan anglagan.
Odatda mushu havo qattiq qisib ketgan kunlarda Sayram ko'liga suvga cho'milamizlar. Çoğumluğumuz Qancha metr ariqlarga bir cho'milamizlar? 2 metre aralıkta varamiz. Jıkpamamız, kokayımız, maklı çıkpılımı deyip şu. Bazı vaqtida suv yuzida, suv tinch bo'lganda suv yuzida birer 100 metrdek orliqda nihoyat cho'ng to'lqin ko'tarilib, xuddi bir cho'ng bir narsa kelayotgandek, g'alati bir maxluq kelayotgandek mushundaq shakl, mushundaq bir ko'rinish hosil bo'ldi. Keyincha buni tekshirib dalillash orqali demak burunqi silingan baliqlar yo'g'onab ketib, shular to'plashib mangan vaqtida ko'l yuzida ashunda bir g'alati maxluqdek asas. Sayram ko'lining Bug'da Qanas ko'llariga o'xshamaydigan alohida bir tarafi bu ko'lga sayohat kemalar o'rinlashtirilmagan ekan. Kelgan sayohatchilarmi bu ko'lga nima sababdan bu sayohat kemasi o'rinlashtirilmaganiga alohida qiziqib ekan. Undaqda nima uchun buncha cho'ng ko'lga sayohat kemasi o'rinlashtirilmagan edi? Bu sayohat o'rinlari tashkillagan sağan, ko'lga sağan kema parxutlar ancha jiroqlab borolmaydi. Ichiga qarab borolmaydi. Nihoyat jiq kuchliklari 200 metr atrofida bo'lishi mumkin. Chunki Sayram ustidan sirtqa besim bo'lsa, yana birisi ichidan shumirish kuchi bor. Shunga Sayramning ishiga kirgan odam bir 15 metrlar mangandan keyin xuddi o'zini bir narsa tortib chirib ketib qolgandek, suvning ichiga chirib ketib qolgandek bilindi. Tortish kuchi bor. Shunga Sayramninki bu ko'liga hozircha bir yaxshiroq yoki uzun turadigan yo kesib o'talaydigan parxotlarni selindigani yo'q. Hozirgacha biror kishi yoki g'avvoslar Sayram ko'lidan uzib o'tib boqmagan ekan. Undaqda bu ko'lning cho'nqurligi qanday o'lchangan? Endi Sayramninki suyuning 91 metr ekanligi qandaq bilindi, kim o'lchadi deganda buni endi hozirgi zamon fan texnik orqali, vision orqali buningki nima sunamra orqali o'lchab shuningki ashunchalik keldiganligi muayyonlashtirilgan. Sayram ko'lini haqiqatan bir sirliq ko'l deyishga bo'ladi. Ko'l suvi 1-oyda muzlaydi. Ammo qiziqarligi 5-oyning 4-kuni muz holatda turgan ko'l 5-oyning 5-kuni atdigandala erib bo'ladi. Undaqda bir kun ichida bu ko'lning shuncha tez erib bo'lishidagi sir zoda nada? 5-oyning 4-kuni oqshimi kelib siz haqiqatan bir suv bilan bog'lashib o'tinib kelib qarasangiz ko'lda muz borligini ko'rasiz. Ertasi atdigan soat 8da 5-oyning 5-kuni 8da qarasangiz ko'p suvni ko'rasiz. Mana bu hozirgacha hamda yechilmagan bir sir. Buni bir tahlil qilishga bo'ldi. Boshqa usullar bilan. Masalan, Sayram ko'lining o'zidagi harakati, o'z ishida bo'ladigan harakati, uningdan yer postining issiqlik chiqarishi va mushular hamda dal shu kunlarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Agar uni qayirib tashlasak, bu sir tax ichilmaydi. Sayram ko'ldagi mavj urib to'lqinlayotgan subsizlik suvlar Sayram ko'liga Pokiz dengiz degan chiroyli nomni ato qilgan. Undaqda biz nima sababdan Sayram ko'lini Pokiz dengiz deb ataymiz? Sayram ko'lining pokizligining siri zodi nada? Sayramninki 4 atrofi tog' bilan qo'shilgan. Demak, bu tog'da kun nur tushgandan keyin taqqa issigan havo yuqori ko'tarilib, ma'lum nuqtaga yetganda havo birlashadi. Shu birlish nuqtasiga yetganda Sayramning yuzidagi namlik bilan, nam havo bilan shu yerda birlashib, bir xil shumirish holatini, tuvanga qarab shumirish holatini shakllantirdi. Demak, bu nihoyat kuchli shumirish shu suv yuziga kelgandan keyin 4 atrofga tarqaydi. Suvni to'lqinlatib 4 atrofga tarqaydi. Shuning uchun birsi Sayramning ustidan uchar qushdan boshqa tumi tasak aralashgan aeroplanoyu boshqa narsalar o'tolmaydi. Chunki shumirish rayoniga kirib qolsa
u tushib ketadi. Sayram o'zini doim shu shumirish kuchi orqali pokizlab turdi. Tushgan va boshqa ahli tuxlat boshqa narsani sirtqa haydab chiqarib turdi. Sayram ko'li haqida xalqimiz orasida Sayram ko'li deydi, ya oqmaydi, tashmaydi, o'limning elchisi kelsa, yosh qirg'i boqmaydi degan she'rlar keng tarqalgan. Undaqda Sayram ko'li haqiqatan mu xalqimiz aytgandek, ya oqmaydigan, ya tashmaydigan ko'lmi? Buning siri zodi nada? Chunki hamda Sayramninki oqadigan, tashadigan mezgillari o'tib ketdi. Muz davri qaytalanmaydi. Muz davriga qaytmaydi. Shunga hozirgi yig'ayotgan yig'in, qor, yig'in va boshqa narsalar Sayramning suv yuzini mushunchalik saqlab qola oladi. Shunga Sayramning yuzi, suvi ham oqmaydi, ham tashmaydi. Agar suv yuzi kengaydiki, lekin suv ko'paymaydi. Sayram ko'li tabiatning mo'jizasi bo'lib, uni qo'g'dash va asrash hammamizning majburiyati. Shunglashqa markaz va avtonom rayon go'zal Sayramning o'zgacha manzarasini qo'g'dash uchun ko'p tirishchiliklarni ko'rsatdi. Sayram ko'li davlatning muhitni nuqtali qo'g'daydigan daryo ko'llari qatoriga kirgizildi. Sayram ko'l atrofidan chorva beqish cheklanib, o'tliq ekologiyasini qo'g'dash amalga oshirildi. Sayram ko'li o'zgacha go'zal manzarasi, saf havosi, ko'z yetkiz. Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bakri. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Tangirtag'ining ishqirisiga joylashgan Igizlikdagi Go'har deb nom olgan Sayram ko'lining nomi yiroq yaqinga mashhur. Tabiat o'z go'zalligini ayamay ata qilgan bu ko'l avtonom rayonimizga manzaralik sayohat rayonlarining gul toji bo'lib hisoblanadi. Bu ko'l to'g'risida kishilar orasida xilma-xil rivoyat, afsonalar saqlangan bo'lib, bular Sayram ko'lini texmu sirliq tusga kirgizgan. Undaqdan Sayram ko'li qanday shakllangan? Bu ko'lning biz anglamagan yana qanday sirliq taraflari bor? Bularga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimiz bo'lsin.